Zominda bir katta g'alaba, katta bayram. Jizzax viloyati tarixidagi birinchi yosh kitobxon tanlovining g'olibi va prezident sovg'asiga muvaffaq bo'lgan Jasurbek ukamiz Zominga yetib keldi. Tabriklaymiz barcha jizzaxliklarga va zominliklarga, yosh kitob sevarlarga g'alaba muborak bo'lsin. O'ylaymizki, bundan keyin ham kitob sevar yoshlarimiz, kitob sevar vatandoshlarimiz ko'payadi. Mana shu Jasurbekni Va mana bizning qahramon Jasurbek, assalomu alaykum. Qalaysiz, kayfiyatlashingiz? Tanidingizmi? Assalomu alaykum. Orqamisiz qanday? Va nihoyat Aytganingiz qanday bo'ldi? Onamiz deganingiz yigitni va nihoyat tabriklaymiz. Eslaysiz qanday? Haqiqiy munosib nomzod va g'alaba muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Hayajon qanday? Hayajon juda ham ajoyib, juda ham ajoyib o'tdi to'g'risi. Bu yerda 7 yillik mehnat, 7 yillik orzu, 7 yillik umid, 7 yillik ishonch o'tgandi. O'zimni, ota-onamni, bobomni, buvimni, barcha ustozlarimni, qarindoshlarimni ishonch o'tgandi va xursandmanki, o'sha ishonchni oqlaganimdan juda ham xursandman. Tabriklaymiz yana bir bora. Hali teleekran orqali ham Jasurbekning taassurotlarini va bugungi tadbir haqida sizlarga batafsil ma'lumotlarni beramiz. Rahmat. haqiqatan ham biz bu hayajonni so'rab olganimiz